Assalomu alaykum ukaxon. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana shu qadab qo'yaman mikrofonda. Bizni u videoga olishyapti. Bu joyga kelishdan maqsad nima? Shu dori-darmon kerakligi uchun. Dori-darmon. Arzon qimmatligida qanaqa tafovut bor? Xolis baho bering. Men birinchi marta kirishim. Birinchi marta kelishingizni? Tavsiya qildi, keldi. Nima deb tavsiya qilishdi? Shu vaqtda bor ko'p dorilar deyishdi, shunga keldi. Narximizni ham gapirib o'tishdimi, gapirishmadimi? Narxini indagani yo'q. Indashmadimi? Dori-darmonlar hammasi bolalarga uchun. Assortiment ko'pligini xabaringiz bo'ldi. Xuddi shunday. Xudo kuchi bor bo'lsin. Hech ham kasal bo'lmang. Sog' bo'ling. Opa yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bu bizni ochgan aptekamizda xabaringiz bor-a? Nima uchun bu yerga kelasiz? Xolis baho bering, xolis ayting. Dorilar arzon uchun. Haqiqatdan ham arzon? Arzon. Siz bilan til biriktirib bir narsa qilganimiz yo'q-a? Anchadan beri kelamiz. O'sha ochilgandan beri shaydan. Sizga doktorlar yozib bergan. Chinobatda yozganida shaytga keldik. Qizim bansiga yotqizish uchun. Boshqa aptekadan sezilarli darajada? Sezilarli. Ko'chada ham hamma aytayapti. Hamma aytayapti. Insofga keldi. Retseptlaringizni necha foiz topilyapti bu joyda? O'sha doktorlar yozib bergani. Bari ham topilyapti. Hammasi ham topilyapti. Bo'ldi. Xizmatdamiz doim kelaverasiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hozir xabaringlar bo'ldi. Xolis insonlarning fikrini oldik. Ularda maqsadi bu joyga kelishdan ham ba'zilar aytayapti narxi arzonligidan va ba'zilar aytishyaptiki assortimenti ko'pligidan xursand bo'lishyapti. Biz xabaringiz bor, Insof Farm deb ochganmiz Andijon viloyatini Baliqchi tumanida hokimiyatdan kollej tomonga qarab yurganda. Azizlarim, sizlar ham kelinglarki, narximizni haqiqatdan ham insof bilan qo'yganmiz. Sababi bemorlik kutilmaganda seni puling borligiga, yo'qligiga qaramasdan keladigan dard bo'ladi. Xudoya hech kim kasal bo'lmasin, hech kimni bizga ish tushmasin u. Lekin doktorlar sizni kasalligingizga dori-darmon yozadigan bo'lsa, albatta keling, xudo xolisa. Maqsadimiz, birinchi maqsad, haligi avval videoga qilganimizda ham aytganmiz, odamlarga yaxshilik qilishlik va sifatli dorilarni olib kelishlik. Ikkinchisi, hamma qatori pul topishlik. Faqat insof bilan kashalarimizni, pamperslarimizni o'zini narxiga qo'yganmiz va 30 ga yaqin dorilarimiz ham bor. Deyarli doimiy ishlaydigan, bularni ham odamlarga yaxshilik bo'lishligi uchun tannarxiga qo'yganmiz. Azizlarim, kelinglar, doim kutamiz sizlarni. Assalomu alaykum. Mana shu yerga qadab qo'yamiz. Bu odam Insof Farmda kassiri. Siz xolis bizga aytingki, necha foiz odamlar sizdan rozi bo'lyapti? Ya'ni dorilarimizdan. Ammo xolis ayting. Dorilar 90%. 90% xursand-a? 10% endi qandaydir tushunmovchiliklar bo'lib qolyapti ba'zi-ba'zida. 90% rozi dorilar. 90% odam xursand-a? Xursand. Ana shu 10% ni ham yo'qqa chiqarishga harakatini qiling. Harakatlarimiz o'sha ularning o'zida ham qandaydir tushunmovchilik dorilardan nomidan va nimasidadir farqini bilmasdan tushunmovchilik. Astoydil bo'linglar. Hurmatli tarmoqdagilar, sizlarda qanaqadir e'tiroz bo'lsa, biz telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol shu telefonga murojaat qilingki, o'sha 10% kamchiligimizni ham shu sizlarni xursand qilishlik uchun yo'qqa chiqarishimiz kerak. Salomat bo'linglar.